farzandingizni bu 4 ta sport turiga berishdan avval bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar. 4-inchisi juda ham qiziq. Birinchi sport turi bu boks. Boksda bosh miya chayqalishi, latishi, burunlarda sinish xavfli bo'lganligi uchun maxsus moslamalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Farzandingizni boksga berishdan avval albatta himoya vositalarini qo'shib olib bering. Ikkinchi sport turi bu og'ir atletika. Og'ir atletika sport turida bo'g'imlarga va umurtqa pog'onasiga ko'p kuchlama tushishi natijasida bolada har xil qiyshayishlar, deformatsiyalar va surunkali og'riqlar kelib chiqishi mumkin. Uchinchi sport turi bo'lsa, bizning sevimli futbolimiz. Futbolda ham maxsus himoya vositalaridan foydalanmaslik kelajakda har xil chiqig'lar, sinishlar, bo'g'imlardagi og'riqlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. 4-inchi sport turi bo'lsa, hamma xavfsiz deb o'ylaydigan tennis sport turi. Katta tennisda og'ir kuchlamali bitta qo'l harakat bo'lganligi sababli bolada bir tomon gipertrofiya, ikkinchi tomoni rivojlanishdan orqada qolish hisobiga asimetriya kelib chiqadi. Shuning uchun katta tennisga berganda ham o'sha jismoniy mashqlarni ikki tomonga balanslangan, simmetrik qilib berish maqsadga muvofiq.